viloyati O'zbek etno-madaniy jamoat birlashmasi Qozog'iston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi hamda Turkiston viloyati tashkil etilganiga 6 yil to'lishi munosabati bilan viloyat o'qituvchilari orasida Mening ustozim ko'rik tanlovida Abdukadirova Gulnora Alimjonovnaning ish tajribasini taqdim etamiz. Abdukarimova Gulnora ustoz o'zbek tili va adabiyot sohasida o'z umrini bag'ishlagan 23 yillik pedagogik ish tajribasiga ega fidoyi jonkuyar muallimdir. Bu kishi nafaqat fan o'rgatar, balki har bir o'quvchining qalbiga ma'naviyat o'rnini sochadi. Milliy qadriyatlar va ona tilga bo'lgan muhabbatni tarbiyalaydi. Gulnora ustozning har bir darsi chuqur bilim, yuksak mahorat va zamonaviy yondashuv bilan olib boriladi. Ustoz doimo o'z ustida ishlaydi, yangi metod va innovatsion texnologiyalarni dars jarayonida samarali tatbiq etadi. Uning mehnati natijasida ko'plab o'quvchilar fan olimpiadalarida, tanlov va ko'riklarda muvaffaqiyatlarga erishgan. Eng muhimi, Gulnora ustoz o'quvchilar uchun namuna, hamkasblar uchun tayanch, jamoa orasida hurmatga sazovor insondir. Uning sabr-toqati, samimiyligi va mas'uliyatli ustozlik kasbining naqadar muqaddas ekanini yana bir bor isbotlaydi. Gulnora ustoz ona tilimizning nozik qirralarini, adabiyotimizning beqiyos xazinasini yosh avlod qalbiga chuqur singdirib kelayotgan, ma'rifat va ma'naviyat yo'lida charchamay mehnat qilayotgan muallimdir. U kishining 23 yillik pedagogik faoliyati minglab shogirdlar taqdiri, yuzlab muvaffaqiyatli hayot yo'llarining boshlanishidir. Gulnora ustozning darslari faqat grammatika yoki badiiy asar tahlili bilan cheklanib qolmaydi, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, o'z so'zini ravon va chiroyli ifodali etishga o'rgatadi. Gulnora ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, maslahatchi va hayotiy yo'l ko'rsatuvchidir. U kishi yosh avlod qalbiga milliy qadriyatlarga hurmat, kattalarga ehtirom, vatanga bo'lgan sadoqat tuyg'ularini singdirishda hamisha peshqadam. Uning insonparvarligi, sabr-toqati, samimiyligi har bir shogird qalbida ilk xotira sifatida saqlanib qoladi. Bunday ustozlar ta'lim tizimining tayanchi, jamiyatimizning ma'naviy ustunidir. Abdukadirova Gulnora ustozning fikradona mehnati, kasbiga bo'lgan muhabbati va sadoqati barchamiz uchun ibrat maktabidir. So'zimning oxirida Gulnora ustozga sihat salomatlik, uzoq umr, kasbiy faoliyatda yanada ulkan yutuqlar va minglab munosib shogirdlar yetishib chiqishini tilaymiz. Mehnatingiz hech qachon zoya ketmasin, aziz ustoz. Kunduzga bor, u sarda gulur kelmadi. Ko'zlarimga kechadon otmuncha uyqu kelmadi. Gulnora Alimjon qizi 23 yil mehnat qilgan, jo'g'org'i bildi, ustoz, шакирттеріне берілді, талапшыл және ұжымда абыройлы беделді. Нормальный мектебінде орасан өзінің орны бар, білікті маман ретінде білемін. Gulnora Alimjonovna 23 yillik ish tajribaga ega bo'lgan mohir ustoz, o'quvchilar ko'nglidan joy topa olgan aziz inson.